Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindaşlar, Din ve Hayat namlıq söhbet programımızga diqqatinizlarni mergininglarni qizg'in qarshi olamiz. Programımızın bugünkü bölümünde sekularizm haqqında to'xtalamiz. Programımızdaki aziz mehmoni ustoz Siraj Najim bo'ladi. Siraj Najim endi bu biz sekularizm hakkında bugün programımızda bunu tanladık. Bunu tanlaşımızdaki sebebinin biri endi bu görermenlerimizge uçuklaşımız lazım. Bizim Uygur cemiyetinde bu sekularizm iddistiki kişilerin oturuğa çıkıvatkallıkını görevatımız bula kitaplarını yazdı, bazı muhazirliksiye sözleşmelerini uyuşturvadı, hatta tor içip ülgüydü. Şun bu vaxtda endi bizdeki qarindaşlarımız bilen bu vaqt bir ortaklaşış bizdeki dini mecburiyetimiz dep qaradık. Küçümüzden etken dairede biz bu vaqtda yaşlarga bir uçuqlama beriş bizdeki mesuliyetimiz. Şuna şu sekularizm hakkında bir uçuqlama berip ötken bolsa. Yaxşı oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Endi sekularizm desek bu İngilizce söz atalgı. Bunu Fransızca'da layık dep ataydı iken, Türk'lü mü layık deydi. Arap'la Almani yoki Almaniyet dep ataydı. Bunun umumi düşüncesi şu dinni devletten ayrış prensibi degan hukum bilen oturuğa çıkan. Bu asasen bu xuddi demokratiyaga o'xshash. Bu sekularizm layıklık mı endi? G'arbdan kirgan, G'arb atalg'usi. Şu 18. ve 17. asırlarda G'arb hakimiyetini umumen G'arb cemiyetini şu çirkav başkurduğan, şu dindarlar başkurduğan, şula hakimiyet beşide hakimiyet beşiği kimden kilişini, kimden ketişini şula başkurduğan bütün halkның takdiri şu çirkav bağlanıp kalgan bir vaziyette boğallık üçün bu yerden bu sekularizm layıklık ideyası to'g'ilib biz şu dinning kontrolligidan chiqib dinsiz devlet qurish prinsipi deganni o'tirib qo'ygan bir zamanda taraqqiy qilib bu holat shakllangan ekan. Bu asta zamanning o'tishi bilan bu bizning musulmonlarga yamrab kelib bu eqim Müslümanların içinde mi? Üzülme Müslüman deydiğen. Lekin bir taraftan bu dinli devletin ayrış prensipini tutumen, men layık, men sekularizm prensipi de deydiğanlar köp oturuğa çıkan hazırki İslam devletleri de atıldığan köp devletler mi? Üzünün asası prensipini müşündak layık dinli devletin ayırgan bir prensip bilen hüküm sürüydüğün, hakimiyet kuruyduğun bir devlet yaşayımız deydi. Hatta Türkiye'ye üzerimiz üzerinde layık devletteydi. Emeliyette bu layıklık, bu sekülerizm İslam'ın hakiki ruhu zıt. Nimiş kıldıysa yani bu İslam biz doğru en başta biz zaten kim boğallıkımızı bu her kandak bir ideolojini kabul kılıştın burun biz bunun karta üzümüzün pozisyonlarımızı ve bir mevkifimizni bildirishimiz lazım. Tamam. Bundak bildirish to'g'ri kelgan vaqtida biz musulmon. İslam diniga e'tiqod qilamiz. Bizning dasturimiz, qonunimiz Qur'on ve hadis. Undak bo'lgan ekan, bu İslam bizdan nima talab qiladi? Musulmonlar bu İslam qarta, Qur'on qarta, din qarta qaysi bir pozitsiyada bo'lishi lazım ve bizninki İslam qarta ibadetler karta, İslam'dan şeriat bilimleri karta düşüncesine oturulaş lazım, oturup koyuş lazım. Bu prensiplerini oturup koyduğun bolsak, hazır nəhayət köp meseleler oturup çıkıdı. Yakın biri bizden meyli Uygur cemiyeti de olsun, hatta bu üzünü İslam devletleri deydiğen cemiyetteki, Arap cemiyetleri de olsun, şu dinli devletin ayrış taraftarları nəhayət köp salmakını gelleydi. Valen ki bunun manisi men İslam'ını yaktımayım. Men bir dinin, hakiki bir İslam'ın
qoida prinsiplari shariat qonuni bo'yicha yashamayman, islomni yoqtirmayman deganlik bo'ladi. Ammo endi o'zi musulmonlar orasida yashagan, musulmon jamiyatda yashagan yoki bir musulmonning oilasida tug'ilgan, ammo o'z haqiqiy o'zining qalbida islomga bo'lgan bir qiziqishi yoki bo'lmasa o'zini bir mukammal men musulmon deb atilmaydigan insonlarning shunday o'tirib chiqargan bir fikr endi bu. Yana bizning Uyg'ur jamiyatidami biz davomli deydigan gaplar bor. Xususan ziyolilar o'tirida bu bizni shu islom dini shunday mayli taraqqiyotda bo'lsin yoki hozirgidek mustamliki hayotida bo'lsin, shu Uyg'urning beshiga kelgan bala musibatlar, kulfatlanmasi shu islom din deydigan shu tushunchadagilar xeyli ko'p salmoqni egallaydi. Bular shu haqiqiy shu tushuntirilgan loyiq insonlar bular. Bular islomni xohlamaydi. Bütün musibatni islomga atadi. Valanki sen kafir, dinsiz, musulmon emas desa, o'lib oladi. Amaliyotda bu islom insondan nimani talab qiladi? Boshda biz har qanday narsaga ya uni qabul qilamiz yoki rad qilamiz. Hech qanday insonni Alloh Qur'oni Karimda bir qancha o'rinda insonlarni la ikraha fid din degan. Dinda zo'rlash yo'q. O dinni qabul qilishda inson xohlab qabul qiladi. Xohlasa kommunist bo'ladi, xohlasa musulmon bo'ladi, xohlasa xristian bo'ladi, xohlasa dinsiz bo'ladi. Ammo men islomni qabul qildim, men musulmon deb qo'yib, islomning eng oddiy shartlarini ado qilmaydigan insonlar u vaqtida o'zining bir normal kundalik hayotidagi qiladigan ishlarida o'zi ishongan, o'zi iymon keltirgan bir dinida samimiyat bo'lmasa, boshqa ishlarda qanday samimiyat bo'ladi? Endi vatanning ichida ba'zi yani qisman sondagi o'zini madaniyatlik ziyoli deb ataydigan ba'zi shaxslardan anglayapmiz, ba'zi leksiyalarni o'rlashtiribdi, ba'zilar hatto bu vaqtda ba'zi maqolalarni yozibdi, ba'zi to'rlarni ichib ulgurdi endi. Endi buni men atrofda ko'rdim shundan yozgan narsalarni, hatto so'zlagan muhazir leksiyalarni hammasini anglab ko'rdim. Bular bir millatninki o'zini ziyoli bo'lish sifati bilan millatimning hozir beshiga har xil kulfatlar keldi. Shu millatning bir patqoqdan qutuldirib chiqishning yo'li mushu deb qaragan. Men buningda oldin bular buningdan 300 yil ilgariki Yevropa o'zininki shu qorong'ulik zulmatdan chiqqan usulni bizim tanlasak, bizim shunga o'xshash chiqmaymiz deb menda o'ylab qolgan. Lekin bu xatolashgan. Endi shu davrdagi Yevropa vaziyatini chunqur tushunishga to'g'ri keladi. Yevropa vaziyatida yuqorida so'zlab o'tgandagidek u vaqtlarda bütün narsalar cherkovninki ostida bo'lgan, poplarninki ta'siri bilan bo'lgan, ular ilm fanga qarshi turgan bu taraflarda ana shu vaqtda bir islohot deb qolmasa bo'lmaydigan vaziyat shakllangan. Ammo islom dunyosida, bizning Uyg'urlarning nimasida tamamen buningki aksicha. Endi islom dinida hamma yerda qalaydigan bo'lsak, ilmga rag'batlantirdi. İslam boshqa, musulmon boshqa. Shuni yoshlarningki ba'zi so'zlarga men diqqat qildim, ikkisini aralashtirib dedi ekan. Musulmonlardagi illatlar islomga atib qo'ydigan. İslam din, Qur'oni Karim, hadis Rasululloh qaraydigan bo'lsak, butun shu ilm faniga taraqqiy qilish, insoniyatning haq huquqlarini qo'g'dash bu vaqtda yer yuzidagi yerlik qonun qo'ymagan nizomlarni islom dini o'tirib chiqadi endi. Bular bizning Uyg'ur millatiga bir cho'ng ish qilib, Uyg'urlarni patqoqdan chiqarish uchun birdan-bir yo'li buni dinsizlashtirish deb o'ylab qolganda, men buning qarab echindim. Bu vaqtda bizningki mush yoshlarga bir tushuncha berish zarur ekan deb qaradim. Endi bizningki Uyg'urlarning ichidagi bu sekularizm nimasiningki qisman sonda tarqalib o'tibdi yoshlarning ichida. Bu albatta cho'ng bir nimani egallab ketmaydi inshaalloh. Shu nimadan so'zlangan leksiyalarda nurg'ulgan yoshlarning qarshi fikrda o'tirib chiqqanligini ko'rdim. Yani shunga bizning bu yoshlarga bu vaqtda bir tushuncha berishimiz zarur ekan dedim. Endi bu Uyg'urlarda sizlarcha shu sekularizm aqimi
bir çoğ ta'sirlarni qo'zg'ash orqali bu Uyg'urlarni dinsizlantirishga ep baramdi, buning yo'llari haqida bir tushuncha bergan bo'lsizlar. Hozir Uyg'ur jamiyatida endi tarixdan bir xususan shu yaqinqi 60 yil mobaynida Uyg'urlarning haqiqiy turda o'zining qaysi bir jamiyatda, qaysi bir tuzumda, qaysi bir vaziyatda yashashni tanlash imkoniyati yo'q. O erkinligi yo'q. Undaq erkinlik bo'lmagan ekan, bu biz ma yo'lni tanlaymiz, ma yo'lni tanlamaymiz demaydi. Hozir uningga faqatlam şu belgilengen bir prensip, belgilengen bir hayatı yaşaş mecbur. Ama şu çatak yeri bizning mushu kungi qilishimiz İslam sebep bo'lgan deydigan ishi eng xatarlik masala. Valanki haqiqatni deydigan bo'lsak, biz millatni bir millat sifatida saqlab qolgan bizning dinimiz, İslam dini. Eğer bizde, yani biz faraz qilib boqaylik, musulmonlarda haqiqiy mushu İslam dini bo'lmagan bo'lsa, boshqa millatlarga o'xshash Manju deymiz, Mongol deymiz, o deymiz, bu deymiz. Bu milletler elbette çoğun bir milletçilik ekimi şu bir devletin asimilasyon siyasetinde irip tükep gidetti. Halanki hazır mı andi? Ne tükep Hristiyanlıklar boğan biz milletini muşu dinimizin yandırış için. Halanki muşu hazırki yakınki 20-30 yıl mabeyinde halkımızın zaten bizden meyli dini cihetten, milli cihetten ve insani cihetten özümüzün kimlikimizin saklap kılışta şu bir İslam'ın ait köp rol oynaganlığı ve bizim muşu İslam dini ve Müslümanlığımız hazır kadar şundan irip gitişten saklap kalganlığını bütün dünya biliyordu, biz halkımız yaxşı biliyordu. Yani bu din bizge nispeten bu bir 1000 yıllık tarihe bir din. Eğer tarihten söylesek, ama dinin, İslam dininin hakikatini söylesek, bu Allah'ın nazil kılınan hakiki din, hem semavi din, hem ahirki din. Bu her kandak insan, dünyada insanın tabiatı da meyle başka dinler olan olsun, ya ki hatta Buddhist olsun, nimeler olsun, şundak bir ilahı çok onurduğun, üzünen tabiatı da bir dinge mail bulduğun tabiat var. Yani dinsiz yaşayamaydı. O dinsiz yaşayan insanın hayatı hakiki lezzetli hayat olmaydı. Şu sebepten insanlar her xil dinleri menip bakıdı. Ama biz endi Allah bizge bu İslam dinini bir büyük nimet kılıp bergen iken elbette biz bu dinin üstüde izlenişimiz, tetkik kılışımız, zaten bu din bizge İslam dini nime talep kıldı bizden ve zaten biz nime olmakçı deydiğen birkaç türlü sual peyda oldu endi. Hatta ben de dinli devletin ayrıymen deydiğanlımı şu layık sekülerizm ideistik insanlığımı köpleri üzerine Müslüman deydi. Doğru. Müslüman boğallığı için İslam dini nime talep kıldı. İslam'ın en adli şartları bunu bir yerde sözlep oturursan haceti yok. En akallısı Allah'a iman keltiriyordu. Ondan keyin şu vahiy bo'lgan Qur'oni Karimning Allohdan kelgan muqaddas kitap musulmonlarning bir qonuni dasturi ekanligiga iymon keltirdi. Undan keyin qiyomatga iymon keltirdi oxiratga. Ya'ni mushu 3 narsa bu asos endi. Agar mushu 3 asosga har qanday bir odam men iymon keltirman deydi ekan, buningdan tug'iladigan bir qancha turli shartlar bor. Mushu shartlarni qabul qilsa, o vaqtida İslam dininin asasını qabul qilgan bo'ladi. Çünkü bu İslam dini qadaq ism bilan deb qo'ydigan insanlar xalqandı qabul qilib, xalqandı qabul qilmaydigan yoki ba'sini qabul qilib, ba'sini qabul qilmaydigan din emas. Şu İslam ben Müslüman deydiken, İslam'ın en aqalli şartlarını qabul qilish lazım. Onu o'zining hayotida tatbiqlash lazım. Eğer hayotida tatbiqlamasdan men Müslüman deb qo'yib, qadaq İslam'ın ibadet kısmı var, akide kısmı var, onunkin muamele kısmı var, onunkin insanlığın hayatını tertipleydiğen çek-çigara kısmı var. Onu İslam'ın hudutları, şeriattaydı. Bu şeriatın nurgun prensipleri var. Muşu prensiplerinin hemmisi, yani bu şeriat insanların emes Allah'ın kelgen
semavi bir şeriat kanun bolgaçka bu insanların tabiati, psikisi, vaziyeti, insanların acizlik noktaları ve başka bir qancha taraflarını Allah nazar tutgan asası da insanga nima faydalı, nima ziyanlık bunu elbette Allah hemmeni ra'ay qilgan asas qo'ygan din. Yani bunu şuna qabul qiladiganlar hemmeni qabul qilish lazım. Eğer qabul qilmaydiganlar olsa, men bu dinni qabul qilmayman, men dinsiz yoki boshqa din Hristiyan, Yahudi, Buddist deb e'lon qilish lazım. Hatta endi bu Uyg'urlikdimi, Uyg'ur jamoatchiligida bu Uyg'ur desa Uyg'urning hammasi musulmon bo'lish shart emas. Allah mu dünyada hech qanday bir millatning hammani musulmon qilmagan. O'z vaqtida Payg'ambar alayhisolamning davridimi, shu Payg'ambar alayhisolam vafot qilgan vaqtdimi, shu Arab yerim aralida nurg'un dinga kirmagan insonlar bor edi. Hatta Payg'ambar alayhisolam vafotidan keyin dinni yenib olganlar bo'lgan. Şunu bu dinde zorlaş yok. Ama zorlaş yok iken bu elbette dinni özünün bir şahsi düşüncesi, göz qarışı bilen onu xalığança söz gap qiladigan yoki buni rad qiladigan insonlarning normal haqqi yo'q. Nimishqa bu insonlarning mulki emas, Allohning mulki. Ama buningni qabul qilgan odam o'z ixtiyoridan qabul qiladi, rad qilgan odam ixtiyoridan rad qiladi. Ammo elbette ba'zi murtadlikmi bor. Islom dinini qabul qilib, men musulmon deb bir yerga kelgandan keyin men bu dindan yenib oldim deydigan. Bu murtadlikni islom xohlamaydi. Shunga buni hatto murtadni o'ltiradigan hadmi bor endi. Ammo men azaldan tug'ilma dinsiz deydigan bo'lsa, dinsiz bo'lsa bo'ladigan gap. Shu sababdan bu endi loyiq tushunchadagi insonlar albatta bu dinni yaxshi o'rganishi lozim, bilishi lozim. Endi qarasak biz Uyg'ur jamoatchiligida hatta başka milletlerdə özünü mən musulman deydi, lakin İslam'dan heç qandaq bir əsiri ne onun şəklində, ne yürüştürüşüdə, ne ibadətdə, ne başka işlərdə yox görülməydi. Hayatı da namaz oxub baxmağan, hayatı da məscidini görüb baxmağan, amma ölgən vaxtında mecbur şu məscid girib namazını oxuydu. Yani bu insan akıl buluş lazım insanda. Sen hayatında kirməyən məscidə ölgənin kirgəndən faydası. Yo mescid degan o'lak kiradigan yer emas u. Hayot insonlar kiradigan yer. Shu sababdan yani biz Uyg'ur jamoatchiligida bu dinga qarta, xususan bu islom diniga qarta tushunchamiz, doiramiz keng bo'lish lozimki, har qanday bir inson dinga, islom diniga qarta bir baho berishdan ve bu dinning insonlarning hayotiga ta'sir qildi qilmadi. Alqadaki inson bu Uyg'ur millatining takdiri bilen bu din, İslam dininin ki münasebeti bor deydigan bir insan elbette bu din hakkında izleniş lazım, ügünüş lazım, biliş lazım. Hemini bilip ügünüp bulup onun için hidayet Allah'ın kulda. Eğer yine o çağda hidayet yapmışsa o vakitte elbette yerim Müslüman bu din bizden hayatımızı kirisip olmaydı. Bizden kanunumuzu kirisip olmaydı. Turmuşumuzu biz dinin yirak kılımız. Ya ki bu din mescitte, normal bir örf adette, ibadet kısımları da 5 vakit namazın başka işleri aralış hakkı yok. Elbette bu komünist hakimiyeti mi önde? Dinini İslam dininin insanların turmuşu aralış hakkı yok deydi. Valen ki asası kanunu da dinine işiniş mi erkinlik, işenmeslik mi erkinlik de prensibi var. Onun manası ben dinine işendim diyen adam dininin bütün asaslarını, erkanlarını, ibadetlerini kılış hakkı bulurdu. Tabii tuğulurdu. Eğer onu kıladıken elbette bu dinin hemini kubul kılış lazım. Eğer kubul kılmaydı Allah olsa onu üzü halap tallısı bulurdu. Şuna bu meselede biz Uyghur Müslümanları bu İslam dinine karta düşüncesini yaxşılaş lazım ve meydanına inik kılış lazım. Yani biz insanlıkta yaşaydıkemiz biz meydanımızı inik kılaylı hem adam bilsin ma'u Müslüman emas. Ya eğer ma'u Müslüman deydiğen bolsak, İslam dinini kabul kılmamız deydiğen bolsak, bunun en adli şartlarını hazırlaşmamız lazım. Yani her bir adam bir ma'u Müslümanken, İslam dinine itikat kılıdıken, bu İslam dininin en adli şartlarını ada kılıdıken, yani adli şartları degenin manası İslam dinindeki şu 5 farzdan ibaret. Bu 5 farz nima? Başta
Allah'ın birlik barlığı iman keltirimiz. Ondan keyin 5 vaqt namazını okuyumuz. Ramazanda roza tutumuz. Pulumuz bolsa zakat berimiz. Vaqtimiz, imkoniyatimiz bolsa, sharoitimiz bolsa haj qilamiz. Mushu farzlarning hammani ondan keyin yana jihad farzimi bor. Bu jihad farzimi shu islomning arkanlaridan asoslaridan biri. Mushu ishlarning hammani qilgan vaqtda biz musulmon bo'lamiz. Haqiqiy musulmon bo'ldi. Agar buni qilmagan odam o'zini men musulmon deyishning hech hojati yo'q menimcha. Yani bu Almaniya, yani sekülerizmninki lug'at va isloh ma'nolarini yig'inchoqlab aytgan vaqtimizda sekülerizmchi xristian bo'lish mumkin ekan. Shunga o'xshash sekülerizmchi yahudiy bo'lish mumkin. Ammo sekülerizmchi musulmon bo'lish mumkin emas. Qandayki buni doktor Yusuf Qardavining so'zida o xristianlarnikida masalan haftada bir qatim cherkovga kirib qo'ysa, yilda bir qatim İsa Alayhisolamning tug'ilgan kunini xotirlab qo'ysa, andan keyin shaxsiy ibodatlarini xalqqa vaqt qilsa, buning almaniylik bilan, ya'ni sekularizmlik bilan bu xristianlikning o'rtasida yo'q. Chunki o'zimizda bir mukammal shariat ular farz qilgan nima yo'q. Ular hatto bir İsa Alayhisolamning so'ziga nisbat berilgan so'zlarga Allah uchun bo'lgan narsa Allohga, Qaysar uchun bo'lgan narsa Qaysarga. Ya'ni din o'zining yo'lida ayrilmangdi. Nima? Hakimiyetimiz o'zida ayrilmangdi degan tushuncha. Almaniyatning kelib chiqish da'vosi shu endi dinni davlatni araymiz deb. Yahudiylarning shunda, ammo biz musulmonlarning dinni davlatni arishimiz bilan musulmon o'zini musulmon degil bo'lmaydi. Garchi bu sekülerizmni da'vo qilayotgan dinni davlatni araymiz degichilar o'zini musulmon deb da'vo qilgan bo'lsa-mu, mana islomning yuqorqi qonun belgilanmalariga amal qilmaganlikni uni inkor qilganlikdan, garchi Allohning borligi da'vo qilsa-mu, Allohning borligiga ishonsa-mu, u uning bilan musulmon hisoblanmaydi. Shunga endi bu shu sekülerizmchilarning ba'zanlari biz hozir bir bilim davrida yashayapmiz. Din davrida emas. Bu din qadimgi zamonning o'tmishning urf-odatlari edi deb shunday tushunadi. Bu endi faqat aql degan narsa bo'lmaganlikdan kelib chiqqan masala. Valanki islom dini Qur'on tushgan vahiy nozil bo'lgandan boshlab birinchi qatim Qur'onda tushgan oyat o'qu. O o'qu deganning ma'nosi o'qu, bilim o'rgan. Shu bilim olish uchun o'qish lozim. O'qimagan odam bilim egallayolmaydi. Undan keyin Qur'oni Karimda nayt ko'p oyatlarda insonlar aqlni ishlatishga, dunyoning qurilmasida tafakkur qilishga, koinot ustida tafakkur qilishga, yaratgan Allohning ne'matlaridan foydalanishga, ya'ni biz bu dunyoni insanlar uchun yaratgan, insanlarning foydasi uchun yaratganligi, osmondan tumirni tushirganligi, hozir butun taraqqiyotda texnikalar shu tumir orqali bo'layotadi-ku. Hammasi Qur'oni Karimda bu insonlarni bilimga chaqirgan, axloqqa chaqirgan, bir insoncha qonun tuzum ichida yashashga chaqirgan. Agar din bo'lmasaydi insonning hayvon bilan hech qanday farqi bo'lmaydi. Islom dini katta bir ne'mat. Bu islom haqida bu ne'matni tushuntirish uchun ayrim bir program qilishni to'g'ri keladi. Afsus, ba'zi yoshlarningki hatto o'zini ziyoli ilmlik deb da'vo qilayotgan bir kishilarning bu islom diniga bo'lgan tushunchasining saddiligidan men o'zim hayron. Endi Alloh taolo bularni hidoyat qilsin. Sizlar yuqori degandek yani Uyg'urning ichidami bunda kishilarning bo'lishi tabiiy. To'g'ri, ba'zi xatoliklar mavjud. Masalan, ba'zi insonlar, ya'ni radikalizm aqimidagi insonlar bor. Bu haqidagi xuddi hammadan shu menlam yashasam bu dunyoda boshqalarning yashash haqqi yo'q. Mening to'g'ri, boshqalar hammasi xato deydi. O to'g'ri, har qanday inson mening mangan yo'lim to'g'ri, mening tutgan yo'lim to'g'ri, men ishongan din to'g'ri deydi. Ammo bu dunyoda biz yolg'iz yashamaymiz. Bu dunyoda biz musulmonlar yashaymiz, xristianlar yashaydi, yahudiylar yashaydi, buddistlar yashaydi, dinsizlar yashaydi, kommunistlar yashaydi. Ular hammasi o'zi xohlagancha yashash haqqi o'ziga bo'ladi. Biz ular bilan sen bizning dinimizda emas deb jang e'lon qilmaymiz, urushmaymiz. Islom dini uni talab qilmaydi. Ammo islom dini hech qachon
bu dinni boshqalarga yetkazish uchun qurol ishlatgan, kuch ishlatgan emas. Ama bu İslam tarixidagi ishlatilgan kuchlar, qurollar bo'lgan hammasi faqatlam o'zini zulmdan mudofaa qilish, o'zini qutqizish uchun bo'lgan. Hazır mı biz ko'rayotgan bo'lsak, endi bütün musulmonlarning beshiga musibat kelyotdi. Musulmonlar xabarlik tadbiyotdi. Boshqalar tarafidan musulmonlarga aziyat kelyotdi. Shundan yana sabr qilib ketyotdi. Nimishqa bu musulmonlar shuncha sabrchan, kuchlik, bardorchilik beralaydi. Ammo hozir qadar islom dini shuncha dushmanlikka duch kelgan, musulmonlar dushmanlikka duch kelgan, bir mezgil musulmonlar aciz bir vaziyat kishib qolgan bo'lsa-mu, hech qachon yo'qolib ketgani yo'q, tugab ketgani yo'q. Vaholanki bu dunyoda nurg'un prinsiplar, nurg'un iqimlar, ideologiyalar, mazhablar paydo bo'lib tugab ketgan. Kommunizm dunyodan yo'qoldi masalan. Dunyoda kommunizm degan narsa yo'q. Vaholanki u dunyoni qutqazuvchi bo'lgan bir dabdub bilan kelgan. Shu yo'lda necha 100 milyon insonlar o'ldirilgan. Hozirmi shu şekli cihetin isim bilen faqatla insanlarını kontrol qilish, qul qilish uchun ishlatilyotdi faqatlam kommunizm, sosyalizm, bu degan narsalar. Amaliyotda yo'q. Ama islom dini hech qachon ajralib qolgani yo'q. Yoki uning roli oz qolgani yo'q. To'g'ri, musulmonlarda bir chekinish bo'lgan, ojizlik bo'lgan, boshqalar tarafidan suiiste'mol qilingan, assimilyatsiya qilingan, lekin yo'qolib ketgani yo'q. Kun-kunga kuchlanyotdi. Endi hozir bugun kundami, ya'ni shu bütün mayli bu loyiq sekularizmchilar bo'lsin, mayli dinsizlar bo'lsin, g'arblar bo'lsin, mush islomning kelgusidan qo'rqib hozir bütün kuchi bilan islom dinini qarshi harakat qilyotdi. Endi biz Uyg'ur musulmonlari haqiqatni yaxshi tushunishimiz lozimki, bu din bizni inşallah dünyada mı İslam dini bu dünyada mı bizni yo'qolib ketishdan saqlab qoladi, qiyomatda mı dozaqdan, o't azobidan saqlaydigan bu din. Buni yaxshi tushunishimiz lozim. Dal bizning barnomamizdan keyin nishonimiz shu. Faqat shunda islomga Uyg'urlar ichidan til uzatayotganlarning so'zlarini angladik, maqolalarni ko'rdik. Biz bu vaqtda bu barnomani qilishimiz zarur ekan deb o'yladik. Endi Allah hidayet Allah'ın qulida. Şoň bir yaşlarga az to'lib olsun bir yardım bulap qalsa, özüň meydanını bir meydan tiklaş göz qarashini bir o'zgartishdi deb biz bu barnomamizda ishlab o'tiribmiz. Endi oxirida sizlar yana bir narsa qo'shib qo'yay. Endi mayli yoshlarga bo'lsin, mayli boshqalarga bo'lsin, ham mushu biz dinni davlatdan ayirish prinsipi tarafdori degan mayli sekularizmchi bo'lsin, mayli loyiqli bo'lsin, bular o'zini xususan Uyg'urlar ichida hech qachon men kafir demaydi. İslamni da'vo qiladi, lekin shariatni hayotida tatbiqlashni xohlamaydi. Bu bir yomon yeri. Bir tarafdan musulmonlarning mayli hurmatini, mayli ovozini ziyon tortishni xohlamaydi, lekin ularni o'z qalbidan musulmonlarni uch ko'radigan adovatni yushirolmay, nima ish qilishni bilolmay, haliqidek putsiniq o'dakdek ya u yan ya bu yan bo'lanmay yuribotgan ba'zi insonlar. Shu sababdan inson shu boshda degandek mayli kim bo'lishini qat'i nazar bu islom dini oshkora. Buni hech qanday yushurun, maxfiy narsa yo'q. Masalan, haliqidek shiilarning maxfiy to'qiya degan tushunchasi va haqiqatni yushurib boshqa yuzini oshkora, ikki yuzlik. Ammo islomda ikki yuzlik yo'q. Ya İslam'ın hemmini kabul kılımız, ya ki bu olmasa hemmini taşlayımız. Fikirlerge rahmet. Endi ahirda şu bizimki Uyghur cemiyetimizge bulup hasreten yaşlarga bo'lgan bir tavsiyeler bo'lsa. Endi yaşlarga nispeten, bu biz bu din, Allah'ın dini, Kur'an asmandan düşken vahiy nazil qilingan din, hem bu İslam dini bütün dünyadaki dinlarınki en ahirki hatimisi. Yani İslam dini barlık kelgandan tartib ta qiyomatgacha boshqa dinlarning hammasi batil. O to'g'ri emas, haqiqat emas dinlar. Shunday bo'lgan ekan, bizning yoshlarimiz
bu iqimlarni xalqancha qabul qilmasdan bu islom dini haqida yaxshi izlanishi, dinning mohiyatini o'rganishi, Qur'onning ma'nosini o'rganishi va payg'ambar islomning haqiqiy tarixini, islom tarixini mukammal ravishda o'rganishi, undan keyin bu o'zining shu muqaddas diniga qarata shu vaqtda baho berishi lozim. Ammo islomning haqiqatini tushungan har qanday bir Uyg'ur albatta bu dinni qabul qilib o'zining hayotida tatbiqlamay tura olmaydi. Agar uni qilmaydi ekan, u vaqtida bu islomni yaxshi tushunmagan bo'ladi yoki bo'lmasa islomga qarata uning maydoni aniq bo'lmagan bo'ladi. Shu sababdan yoshlar, qarindoshlarimiz xususan vatandagilar bo'lsin, chet eldagilar bo'lsin, Yevropadagilar bo'lsin, bu shu muqaddas din to'g'riliq yaxshiroq izlanishi, bilishi, tushunishi, undan keyin o'zi xohlagan yo'lni tanlashini tavsiya qilaman. Rahmat. Hörmətli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Programmamizga diqqatinglarni berganinglarga rahmatimizni bildiramiz. Programmamizni suratga elish, to'liq qo'yish xizmatini qilib kelayotgan qarindoshimiz Adiljonga minnatdorligimizni bildiramiz. Har biringlar bilan bu yerda xo'shlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.